Ikkinchisi Rasul Kusherbayevga. U kishi jonli qilayotganda savol berishibdi, Abror Muxtor Ali bilan gaplashasizmi, gaplashib oling undan bundan deb. Endi aytibdiki, nimani gaplashaman? Diniy mavzularda Abror Muxtor Ali kuchli. Meni diniy mavzularda ya'ni ilmim saviyam yetmaydi. Nimani gaplashaman? Siyosiy masalalar, siyosiy elitada, siyosiy ijtimoiy hayotda bir mansabda ishlamaydi u kishi. Debdi, bu gaplarini diplomatik, madaniy gap deb qabul qildim. To'g'ri, lekin bitta gap gapiribdi. Meni endi bilmayman, nimagadir gapirdi Abror Muxtor Ali debdi. Rasul Kusherbayev, sizni nimaga gapirganimni siz bilmagan bo'lsangiz qaytadan aytaman. Siz Parda podkastini qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekistonda pardasiz yurish kerak degan jamoani qo'llab-quvvatlayotganlar bilan birga menga petitsiyada qatnashdingiz. O'shaning uchun gapirdim. Sizga ishonch yo'q ekan dedim. Mavzuni agar chalg'itib tushunmay turgan bo'lsangiz, tushuntirib qo'yay sizga. Rasul Kusherbayev, qilayotgan ishlaringiz, xalqparvarlik to'g'risidagi mavzularingiz biroz shubha uyg'otdi menda o'sha kunlari. O'shani gapirganim. Bilmadim degan uchun sizga aytib qo'yapman. Sizni aynan boshqa masalalaringizni qo'llab-quvvatlayman. Lekin Parda podkasti masalasida Hamid Sodiq bilan bo'lgan mavzularda uni shogird Endi ovoz. Endi keldi. Ovoz keldimi? Ovoz yo'q. Ovoz bor. Telefoningizni ochingchi, Instagramni ko'ringchi. Ovoz ketdi, ovoz kelmadi. Ovoz bir keldi. Hamma yaxshi. Demak, Rasul Kusherbayev do'stimizga o'sha paytda aytgan mavzuyim shu edi. Hamid Sodiq va uni shogirdlari tomonidan o'sha Parda podkastiga borganini, pardachilarni himoya qilganligini, O'zbekistonning qadriyatlariga tupurib